To'xtat mashinani, to'xtat xotin, qayerga ketyapsan? Dadasi, hozir kelaman, bitta kira qilib kelib olay. Xumor tutyapti dadasi, to'g'ri tushuning. Menga qara, nimani to'g'ri tushunar? 2-9 boy qatnab ol, xumor tutadi deysan. To'shmang, Gvadalupe, to'sh. Menga qara, mana eshikkachi bundan keyin choy damlaysan, ovqatini berasan, laman berasan, keyin yopasan. To'rashadi o'yni. Aka 7,5 1 so'mkam yo'q. Ishaning Anjanda bunaqa damas topolmaysiz aka. Aka 6,5 deyapti, hadi 7 Aka 6,5 ga 7,5 marta dumalab, balon 4 marta ketgan damas olasiz. Xohlasangiz shu Bo'pti, 100 qo'shaman. Akalar, yangi Malibu bo'libdi, Damasga alishiraman. Nima? Damaslar deblar bo'lmayapti. Kuniga pachka dollar topyapti akalar. Yo'q, boshlab bir ishlayishni olinglar. Damas davri keldi. Bugundan boshlab Damasni 30,000 dollardan 1 tiyam sotmaylar. Eski shahar yangi bozor ketdi akalar. Qo'y dadasi, tug'yapman. Bo'ldi, to'g'ri, ehtiyot bo'l. Qo'y raddomga hayding. Raddomgacha ham 4 ta odam olamanmi, xotin? Damaschilarda bitta gap bor. To'lmaguncha yurmaydi. Aka, bunaqa darajaga erishishingizga nima sabab bo'lgan? 394 ichida mahalla klient tartib ketib o'ravergan men bo'laman. Bayramlarda yo'llab bekiladi-yu, hamma Damas shopillarga tarakan laqabini ham men berganman. Abez yo'llab topib bergan men bo'laman. Xullas bugun kirani mo'tavar. Rostdan. Cholguzar bir chekadan tozaladi. Bitta ham klient qolmadi, esonsa chiqma. Ashat tog'a mana 2000 talik so'ragansiz ekan. Rahmat, dadangga ripi 1 pachka dollar. Kerak bo'lsa aytaman yana. Har doim kuzataman. 2000 TL olasizda 1 pachka dollar beraverasiz. Yaxshi eshitib ol. 2000 taliga yo'q Damaschi, bu Damaschi emas. To'g'rimi akalar? Damas to'la ko'chasi